Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Biz navbatdagi xonadonimizni bitkazdik. Bu yerda qilgan ishlarimizni. Hop, bu yerda kuxna qilib berdik. Ko'rib turganingizdek. Laminatlar, ikki xil laminat ishlatilgan. Uslari tosh, mexanizmlari, qanday mexanizm qo'yib berilgan. Bittagina chalishlarimiz bor. Mo'ykada, security hali demeydi. Qo'yib berdik. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Bu yerda yana qilib bergan ishimiz bor. Sifatli yotoqxona. Kelinglar. Yotoqxonamizga kravat yasab berdik. 280 kravatimiz. Mehki, oyoq balandligi yerdan ko'tarilgan. Tenglar bemalol rapakning plisosli bo'lsa, rapakning plisosli kirib bemalol tozalaydi. Hop, bu tarafda trimovimiz tagida tortmalari bor. Hop, bu yoq shop bo'ldi. Ochiq bo'lgan bu tarafimiz, ko'pligimiz, shkofning xonalari. Bu yoqga alohida polkalar, tagiga tortmalar, bu yoqqa alohida vishilka qilib berganmiz, kichkina kiyimlar uchun. Hop, bu yoq tarafda uzun kiyimlar uchun tepalari polkalar. Sizlarda shunaqa xizmatlar bor ekan. Toshkent shahri bo'yicha bemalol zakazlarni oborasizlarmi? Toshkent shahri bo'yicha zakazni buyurtmalar qabul qilamiz. Xonadoningizga qanaqa mebel kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Telefon nomerlarimiz 93 527 36 46. Hozirgi mana shu domenlar qatga qilingan ishimizni aytib ketsak bo'ladimi? Ishimizni Yakkasaroy tumanida piramidda oldida domda qilib berdik. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Telefon nomerlarimizni, Instagram profillarimizdan qoldiramiz. Ishlarni sifatiga javob berasizlar. Ustanovka hamma narsasi ichida bo'ladi, to'g'rimi? Hamma narsa ichida, sifatiga javob beramiz. Necha yildan beri ish faoliyatinglarni olib kelyapsizlar shu klassik mebelda, zamonaviy mebelda? 15 yildan beri ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Qanaqa turdagi mebellar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Chiroyli qilib. Bitta o'sha xonadonni olib bemalol korpusning, oshxona mebellari, yumshoq mebellarni ham qilib bera olasizlar. Xudo xolasa hammasini chiroyli qilib beramiz. Xo'p, salomat bo'linglar, ishingizga omad tilaymiz. Zamonaviy mebelga bemalol murojaat qilar ekansizlar. Mana akamlar chiqdilar, Baxtiyor akam. Shu ishlarni boshlaganmiz. Xudo xolasa mana topshirdik, ishlarimizni ko'raverasizlar. Zamonaviy mebelga murojaat qilaverasizlar. Mana o'sha yangi qurilayotgan uylardamiz. Hozir mana bittasini bitkazdik, Xudo xolasa. Sizlarda ham shunaqa xonadoningizga yumshoq mebellar, spanli mebellar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Savollar bo'yicha kommentariyaga yozaverishadi. Ismingiz nima? Ismim Baxtiyor, bemalol murojaat qilinglar. Javob beramiz. Nomeringiz 93 527 36 46. 36 46. Bemalol murojaat qilinglar. Hop, salomat bo'ling.